Yo, hamma salom do'stlar. Sizlar bilan men Bluzer nomer 2 man. Bugungi videomizda YouTube kanal ochishni o'rgatib qo'yaman. Hop. Asosiyda paydo bo'lasizlar. Keyin siz degan joyga o'tkazib, hop, mana hisobni almashtirish degan joyga o'tasizlar. Keyin plus bosasizlar. Parolingiz so'raydi. Parolingiz terib ekranda turadigan parolni. Ekranda parolingiz turmasa yo'q. Hisob yaratishni bosasizlar. Email bilan yozib o'tirishingiz shart emas. Hisob yaratishni bosasizlar. Ish yoki biznesim uchun ish yoki biznesim uchun deb bosasizlar. Hop. Uzr. Ish yoki biznesim uchun. Ism kiritasizlar. Haqiqiy isminglarni kiritish shart emas bu yerga. Masalan, YouTube kanalning nomini nima qilmoqchisizlar? Masalan, Bluzer yangi kanal. Familiya ixtiyoriy. Yozishlar ham shart emas familiyani. Voy, yana chiqib ketdi mana. Nas ha jiga. Keyingisini bosasizlar. Bunisini haqiqiy isminglarni yozib qo'yasizlar. Yillar necha bo'lsa yozasizlar. Masalan, men 2011 man. Oyim avgust. Kun 19. Jinsi degan joyga o'g'il bola bo'lsangiz o'g'il bola, qiz bola bo'lsangiz qiz bola qilasizlar. Keyingisini bosasizlar pastga yana. Email manzilingizni yarating chiqadi. Shu tepada ikkalasidan birini tanlaysizlar. Menga bunisi yoqdi. Keyingisi parol qo'yasizlar bu yerga. Bu yerda parolni sizlarga ko'rsata olmayman. Hazillashimni ko'rsataman. Mana. Keyingisi kuchliroq parol qo'ying deyapti. Hop. 9281. 8 dan oshish kerak ekan. 9281 9281 73 9281 Shamana qilib qo'ying. Hoppa. Uzr, bu joyda o'zim parolni aytib yuboribman. O'shaning uchun bu joyga boshqa gap qo'shib yubordim. Endi kechirasizlar. U parol 9. Keyingisi. Shunaqa keyingisini bosasizlar keyin yana. Keyin pastga tushirib rozimani bosasizlar. Hozir Google xizmatlari bo'ladi. Yangi akkaunt server muammo yuz berdi. Bo'ldi. Bosib qo'yasizlar, o'sha akkauntga o'tasizlar. Keyin plus bosib o'zingizlarni videolarni joylayverasizlar.
Sog' omon bo'linglar.